zor zor Tamosha tamosha G'azal masbub g'onimdir Ostonang oshiyondir Saharlarda kulib bidor Tamosha Saharlarda kulib bidor Tamosha tamosha Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar, O'zbek milliy san'atining aziz ixlosmandlari. Ruxsor teleradio kanalining Navozanda ko'rsatuvining yana bir yangi sonini siz aziz muxlislar hukmingizga havola etmoqdamiz va biz bugungi ko'rsatuvimizni O'zbek milliy san'atining buyuk darg'alaridan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Muhammad Vali Aliyev hamda O'zbekiston xalq artisti Hafiza Ibragimovalarning farzandi, O'zbekiston hamda Qozog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, ustazoda, elimiz ardog'idagi san'atkor Ubaydullo Aliyevni ko'rsatuvimizga mehmon tariqasida chaqirganmiz. Ustoz, xush kelibsiz. Rahmat, rahmat. Mana hozirgi birinchi qo'shig'imiz Tomosha qil Oxunjon Hakim she'ri bilan ustoz, bu mana shu sizni xalqqa tanitgan birinchi qo'shig'ingiz. Mana shu muxlislarimizni iltimoslariga va mana shu yozgan ancha bir muxlislar so'rashgan mana shu ko'rsatuvda shu bir Ubaydulla akamni ham ko'raylik, nimaga bu Ubaydulla akam zangori ekranlardan uzoqlashib ketdi degan maqsadda mana shu ko'rsatuvimizga sizni mehmon qilib chaqirdik ustoz. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat, tashakkur. Birinchidan shu taklif qilganlaring uchun katta rahmat. Ruxsor televideniyasiga, o'sha rahbarlariga, sizga ayniqsa aytmoqchimanki, bu san'at shinavanda insonlar hali juda bir shunaqa bir bizda ko'pga, ayniqsa O'zbekistonda, umuman O'rta Osiyoda ham. Shuning uchun bir o'sha oldingi bir qo'shiqlarni, o'sha bir ovozlarni eshitish keladi-da baribir. Shuning uchun men xursandman, kelib mana taklifga binoan kelib turibman. Ubaydulla aka, bu albatta bejiz emas. Muxlislarni sog'inganligi ustoz san'atkorlar Tavakkal Qodirov, Qobiljon aka, Yusuflarni davrida ijod qilib kelgan san'atkorsiz ustoz. Solijon Usmonov. Albatta endi mana shu ustozlarda o'gitini olgan, shu
shulardan bitta davralarda chiqib, endi shu davralarda qatnashgansizda ustoz. Albatta bu ustozlarni avvalambor meni ota-onam shu hozir ta'kidlab o'tdingiz, hammaga eshittirib buni e'lon qildingiz. Muhammad Vali Aliyev, Hafiza xonim Ibrohimova va qolaversa el suygan san'atkorlar Tavakkal Qodirov, Siroyiljon Usmonov, Qobiljon Yusupov, Murodjon Ahmedov, bular bilan biz endi yosh bo'lsak ham o'sha yoshligimizdan shu san'at ichida bo'lganligimiz uchun ko'pchilik aytadi, katta bu, men sahnada katta bo'lganman. Ota-onam shu sahnada rol o'ynashganda boshqa borib o'sha yerda yonlarida turib, mana hali bilsangiz orkestrovka degan nima bo'lardi. Mali simfoniyskiy orkestr o'tirardi. Shuni yonlariga o'tkazib qarab turinglar deb qo'yishib, o'zlari rolini men o'shanda tomosha qilib o'tirardim. Ana o'shandagi bir tomoshabin, o'sha paytdagi keyin haqiqatda san'atkorlar ham, nafaqat meni ota-onam, qolaversa butun o'sha davrdagi san'atchilar juda mahorat bilan, juda xalqning diliga kirib borib, ko'p narsalarni ijro qilishganda, shuning uchun xalqqa yoqqan. Shuning uchun o'sha ayrim bir hali drama, musiqali dramalarda dek yoshman qarab o'tirsam, tomoshabinlar yig'lab o'tirganini ko'raman. O'shalarga qarab, men ham ota-onam esimdan chiqib ketib, men ham yig'lab, hali nimalarga berilib ketib, haqiqatda ishontirishib, o'ynashib, o'sha obrazga kirishib o'ynashganda. Endi mana davrlar o'zgarib, mana yangi O'zbekiston, shunaqa bir mustaqillik, bu davrlar ham keldi. Bu davrlarda ham o'ziga yarasha o'zini san'ati, o'zi chiqib kelayotgan san'atkorlar, yoshlar, o'sha hali beri oldingi san'atkorlarimiz ham bor. Ko'plari o'tib ketdi, Xudo rahmat qilsin. Shuning uchun bularni mana sizdaqa insonlar, mana shu Ruxsor televideniyasida bir ishlayotgan rahbarlar, xodimlar, shularni eslagan uchun katta rahmat. Bu katta gap, bu juda katta gap. Rahmat ustoz. Keling Valiga, mana shu muxlislarga hozir shu ustozni eslab bir arzimni aytay. O'zlari bo'lgan bir jonli bir ijro etib bering. Shu muxlislar mayli. Bajandir. Sabahı yetkürse halın rebağı Erzim neydi bağdı sabahı yetkürse halın rebağı Yetse bakın köngülüm layır Yetse bakın Köngülüm mülayim Rahmeyle geymin Ben muttalağı Rahmeyle geymin Ben muttalağı Rakibler yarga yamallab Dedi rakibler yarga yamallab Saldı cüdali Neyley aralar Saldı cüdali Neyle yarar
sabru tahammül miskin kuvayda sabru tahammül koydil içre cebru cefaga sabahı bitkür sakal öldüre bağlı bitkür sakal öldüre bağlı Mana qarang, Uladil aka, haqiqatda ustozimiz Tavakkal Qodirovni bu yaratgan asari mana sizdek qolgan shogirdlarda baribir bardavom etib kelyapti. Albatta. Ustozlarning qo'shiqlari. Uladil aka bir nazar solsak, mana shu Shuhrat she'ri bilan ustozimiz O'zbekiston xalq artisti Nuriddin Hamroqulovni ham shu tashnaqislar qo'shiqqa qo'l urgansiz. Albatta. Men o'sha bu Nuriddin akam rahmatli bilan juda ko'p tadbirlarda bo'lganmiz. To'y tomoshalarda jar hurmatlashardik bir-birimiz. Shu Toshkentda o'qib yurganimda ham hali 2-institut, hali madaniyat institutini bitirganmiz-da. Shunda yurganimda ham ko'p ko'rishib, o'sha Toshkentdagi bir tadbirlarda, to'ylarda juda bir-birimizni hurmat qilardik. Keyin boshqa O'zbekiston bo'ylab ko'p joylarda birga bo'lgan. Shuning uchun shu nimalari yoqardi menga. Shu bitta shu Nuriddin akam shu ashulasidan nima qilaydi, shuni ham bir nima qilib qo'yganman. Keling ustoz, mana shu qo'shiqni ham bir muxlislarga havola etsak. Naqshlar ichra tanho kezganimda bog'aro duch keldi olib ketdi halovatim dilrabo Navo bilan salom yo'llay olib uchsin sho'x sabah havolansin dillar aro samolarda bu sado nozik qo'l bu nazokatda husnu jamalim mening dildarchasin chertkil astana otash mehrin payvasta visolinga oshiq qarim bu shirin jon vobastana qo'llaringda kamalak bu quyosh tuzgan guldastana ishqi tushib osmonda boqmishman mu havasda
hayot bog'im, chamanzorim, ko'kda hilolim mening. Sayyoralar so'roqlarimish, o'zliging osmonlarda. Qoldirmayar aslo meni shubha-i gumonlarda. Ketmay yana bu olamda alamli armonlarda. Ishqimizni ardoqlaylik bu nurli bo'stonlarda. Muhabbatim umrim naqshi, o'tli visolim mening. Muhabbatim umrim naqshi, o'tli visolim mening. O'tli visolim mening. Ubaydulla aka, mana haqiqatda qo'shiq juda maromiga yetkazib aytilgan. Rahmat ustoz. Mana eshitib hozir maza qildik. Salomat bo'ling. Farg'onamning go'zali bu. Yo'ldosh Sulaymon. Rahmatli Yo'ldosh. Musiqa o'zi musiqasi. Albatta. Keling shu qo'shig'ingizga bir to'xtalsak. Bu Yo'ldosh Sulaymon o'zlari bir mana yozuvchi shoir bo'lganlar. She'rlarni ham ko'p, she'rlarni yaxshi yozganlar. Keyin ko'p rahbariyat ishlarda ishladi. Yozuvchilar uyushmasini o'rinbosari bo'ldi, raisining o'rinbosari. Juda bir xushchaqchaq anaqa inson edi. Shu bir mashina ham bir ko'ring, Ubaydullaxon deb berganlarida shu olib bir nima qilib ko'rdim, shuni nima qilganman. Eshitib juda xursand bo'lganlar keyin. Eshitib juda xursandman, rahmat. Nima qilganlar? Shuni o'sha so'zlari ham nima o'zi yoqadigan hamma bu hayotiy so'zlarda, endi o'sha aytilayotgan so'zlar ham hayotdagi so'zlar, o'sha bir o'zini nimasiga aytadigan so'zlar. Yo'ldosh aka shuni topib yozganda endi. Shuning uchun bizga ham menga ham nima bo'lib qolib, ma'qul bo'lgan, shuni keyin musiqa nima qilib shu Farg'ona go'zalini keyin aytib berganmiz. Mana shu qo'shiqqa navbat beramiz ustoz. Marhamat. Rahmat. Yürüşüden, ibo bilan turushidan, o'zi so'zi yurushidan, ibo bilan turushidan, kuydirib burishidan, ko'ngilga nur azali bu, Farg'onamning go'zali bu, ko'ngilga nur azali bu, Farg'onamning go'zali bu. O'tib borar u osuda, yigitlar ham juda quda. O'tib borar u osuda, yigitlar ham juda quda. Ichmoq bo'lar qultin suvday, kuydiradi ko'p hali bu, yer yuzining go'zali bu. Kuydiradi ko'p hali bu, yer yuzining go'zali bu.
so'rashadi. Kim ekan deb so'rashadi. Aşklarning g'azali bu, Farg'onamning go'zali bu. Turfa gullar orasida, o'zi ham ko'p sarasida, yuragimning narasida, hayotimning asali bu. Ol Farg'onam go'zali bu. Hayotimning asali bu. Ol Farg'onam go'zali bu. Ol Farg'onam go'zali bu. Ol Farg'onam go'zali bu. Masalan, ko'pchilik mana shu shoirlar qatorida Gulchehra Yo'ldashevani qoshlaringiz qarosiga degan shu qo'shig'iga ham qo'l urgansiz ustoz. Albatta, albatta. Bu juda ham bir haligi chiroyli she'r hamda bir chiroyli asar bo'lgan. Juda g'alat. Men buni ishonsangiz ishonmasangiz gazeta sahifasidan olganman. Ha. Gazeta keyin eshitsam sal hayotda ayol ekan, lekin men uni hech bilganim yo'q. O'shani gazetada yoqib qolib, shuni qo'shib qilganman. Bu ko'pchilik odam uni ma'qul topib, juda yaxshi ashula chiqibdi, rahmat deyishgan. Endi o'sha nimaga kirib ketib, nima qilindi-da, endi o'sha San'at ahli ustoz haqiqatda endi hozir muhtaram yurtboshimiz ham mana shu yosh o'sib kelayotgan san'atkorlarga mana shu kitobga e'tiborni kuchaytirish, albatta, albatta. bu masalan Mutolaaga juda katta mana sizlarni davrlarida hattoki mana shu yozilayotgan mana gazetalardan ham albatta qaralardida shu O'zbekiston adabiyot san'ati bormi yoki bir boshqa gazetalar bormi, nashriyotlar yoki yangi chiqqan kitoblar bormi, albatta olib, mana ko'p narsani biz kitobdan olib qo'shib qilganmiz endi. Shu odamga o'zimda she'rni o'qiganingizda o'zi kelib qoladi. Nimaga o'tirib qoladi. Shuni keyin omilay shu mana yana To'ra Sulaymonni bitta ashulasi bor, kelarmisan u fondda ham bor, nima Toshkentda o'sha oltin fondda bor. Kelarmisan degan. Shuni kitobdan oldim men. Keyin uni rahmatli To'ra Sulaymon meni ko'rib, qachon ko'rsa quchoqlab ko'rishib, Toshkentda juda hurmatlashardik. Juda yaxshi yozganmiz. O'shaning uchun To'ra Sulaymonda ham yaxshi she'rlari bor edi. navbatni qoshlaringiz qarosiga qo'shig'iga beramiz. Marhamat ustoz. Xo'p bo'ladi. Mana hozir haqiqatda qo'shiq menimcha muxlislarga ham bir ma'qul bo'ldi shekilli, juda ham ohangi, she'ri bir-biriga juda mos, bir haqiqatda insonni bir qalbiga joylashadigan qo'shiq bo'libdi ustoz. Mana eshitib maza qildik. Va biz hozir mana suhbatimiz davomida To'ra Sulaymon haqida gapirib o'tdim. Sen eding. Ha, albatta bu she'r ham juda menga yoqib qolgan. Keyin buni biz Asqar Ali degan ukamiz bor, do'stimiz bor, Baysaqib. Juda shu bilan ijod qilaman. Keyingi paytda mana shu ko'p ijodlar shu ukamiz bilan, do'stimiz bilan bo'lyapti. Juda ko'p san'atkorlarga mana shu ta'kidlab o'tish kerak, ko'rsatuvda endi shu fursati bo'lib qoldi. Shu do'stimiz Asqarjon juda ko'p san'atkorlarga albatta nafaqat menga juda ko'p men eshitaman, shu juda ko'p men endi sanab o'tsam hozir nima bo'lmaydi. Juda ko'pchilik san'atkorlarga bular ijod qilyapti bular. Men xursandman. Juda o'zi ijodkor bola. Shu eshittirib aytdiki, yo'q shuni juda chiroyli qilamiz deb shu bular. Shu qo'shig'ingizda Badurdagi bir shu o'zimizning milliy ohanglarga Hind ohanglari ham qo'shilgan. O'sha nimaga deganda shu oldingi davrga olib ketdi-da buni. Masalan, Sayxun bu Sirdaryo. Jayxun bu Amudaryo. Shu o'sha davrning nimasiga olib ketganligi uchun shuni jicha qo'shdik. Qo'shib shu ohangga. Lekin o'sha juda mos tushdi deyishyapti, endi xalqqa bilmay o'zi bir muxlislarga havola etaylik. Havola etaylik-chi. Marhamat. Xo'p.
kuylatmagan sen eding. Birda sayrat, birda muzlatmagan sen eding. Meni maftun etmoq istarsan, meni majnun etmoq istarsan. Kuymay desam kuydirib, yonmay desam yondirib, kuzimni qish, qishimni bahorga aylantirib, gohida o'tga solib, gohida o'rtantirib, meni maftun etmoq istarsan, meni majnun etmoq istarsan. Kelganda gül misal, sen kelganda gül misal, kun gül ham bo'lib bulmisal, gohida sayhun misal, gohida ceyhun misal, meni maftun etmoq istarsan, meni majnun etmoq istarsan. Oh, 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 Ubaydulla aka, mana juda ko'p ustozlarimiz, mana shu xalqimiz ardodiy san'atkorlar, O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufning she'rlariga ham juda ko'pchilik qo'l urgan. Albatta, albatta. Mana sizning ijodingizda ham mana tushlarimga kir she'riga bir chiroyli asar yaratildi. Albatta. Mana shu haqida gaplashaylik. Shu men o'sha Toshkentda tahsil olayotganimda madaniyat va san'at oliygohida shu biz bilan mana Tursunali polvon rahmatli o'tib ketdi.
joyi jannatda bo'lsin. Tursunali polvon birga o'qigan bizga ko'pchilik endi sanasam juda ko'p shu ko'p ko'zga ko'ringan san'atkorlar o'sha davrda birga bo'lib qo'yganmiz. Shundan keyin Muhammad Yusuf ham qana bir tadbir bo'lsa bizga juda qiziqqan bo'la edi. Kelib ko'ra tanish biz juda ko'p gaplashganmiz. Boshqa nimalardan sohalar bo'yicha ham bor. Keyin shunda bir she'rdan berib qoldi-ki, mana shuni agar ko'ringchi berib bo'ldi, jonim bilan deb olib. Keyin asha ali tushlarimga kirdi. Peshonam sho'r ekan, peshonam shudir degan joy hech lirikaga to'g'ri kelmadi tamam nimamga. Keyin o'shaning uchun tolim shu ekan, tolim shudir dedim. Keyin Muhammad Yusufga aytdim. Jicha nima qilib qo'ydim-da, Muhammadjon desam, hali maga. Shuna desam, juda yaxshi bo'libdi, juda yaxshi chiqdi deb xursand bo'lgan. Endi ham Xudo rahmatga o'tib ketdi, yosh o'tib ketdi, yaxshi ketdi juda. Xudo rahmat qilsin. Mana shu qo'shiqqa navbat beramiz. Albatta, albatta. Marhamat. Rahmat. Kapalakday kelib qoshingga qo'nib, ko'zingga termulib kunim o'tsaydi. Kapalakday kelib qoshingga qo'nib, ko'zingga termulib kunim o'tsaydi. Nima ham ko'ribman men yigit bo'lib, sochingni silashga qo'lim yetmaydi. Tolim shu ekan, tolim shudur, tushimga kir jonim, tushlarimga kir. Izingni o'padi ariqdagi suv, ko'ylaging etagin o'padi maysan. Menchi bir giyohcha bo'lolmayman-ku, ey ko'zlari ohu kiprigin ayza. Tolim shu ekan, tolim shudur, tushimga kir jonim, tushlarimga kir. Sahrosida bir yo'li samon, uzra ketib borar mensiz bir karvon. Sen menga armonsan, men senga armon. Endi seni izlab qaydin toparman. Sen menga armonsan, men senga armon. Endi seni izlab qaydin toparman. Tolim shu ekan, tolim shudur,
kir jonim tushlarimga kir Taliyim shu ekan taliyim shudur tushimga kir jonim tushlarimga kir tushlarimga kir tushlarimga kir Badil aka, mana shu kuylayotgan qo'shiqlaringiz mana shu chiroyli bir asarlar ichida iltijo qo'shig'ingiz. Mana shu adashmasam Jamoliddin Sirojiddin ha samarqandlik shoirimiz she'rlari shu haqida ham to'xtalib juda yaxshi yigit, juda shu ikkita she'r bergan, ikkalasini ham ashlagan, bittasi shu bo'ladi, iltijo. Shuni ancha yurdim amaliy, ancha bir nimaga soldim bu. Keyin shu qo'shiq chiqdi keyin. Bu hali o'sha haligi gapda To'ra Sulaymon to'g'risida kelarmisan ham 1 yilda chiqdi. 1 yilda shu ashula bo'lib chiqdi, qo'shiq bo'lib chiqdi. Keyin o'sha buni nimada gram zapisda unda rahmatli nima Tojiyev, Anvar aka Tojiyev ishlardilar. O'sha keyin vokalist kerak deb qoldi, ovoz berish, o'sha kelarmisan deb qo'shilgandi. Keyin Sanobarxon Marg'ilonlik Jo'raxon aka ustozimiz, Jo'raxon Sultonovning nabiralari Sanobarxonda o'sha olib kelganimda shu Sanobarxonda ovozi tushib qolgan nimaga shu. Mana hozir estalib qoldi, nima ham o'tib ketib qoldi. Shu kelarmisanda o'sha qizimiz aytib bergan. O'sha Anvar aka tanlab, Anvar aka Tojiyev shu ovoz menga kerak deb o'sha ovozni keyin nima qilib olganmiz. O'sha kelarmisanda shu. Shuning uchun aytmoqchimanki, o'sha darrov chiqib qolish ham qiyin. Bir qo'shiq bir pasda chiqib qolishi ham mumkin. Shunaqa bo'ladi o'zi. Bir oyda yoki bir oyga qolmasdan yangi qo'shiq qilib chiqib ketaveradi. Lekin bular o'sha ancha tekshiruvlardan nima o'zimda yoqmasdan, yoqib, shundan keyin chiqqan. Bu iltijo ham xuddi shunga o'xshagan raq bo'lib, jabr yil bosib shu 3-4 oyda buni chiqarganman. Qayni ustoz bo'lmasa mana shu muxlislarimizga iltijo qo'shig'ini havola etsak, xo'p bo'ladi. Soching latifdan bu beni sozanda etsenchi boshing ko'ksimga joyla chilay ohimni bilsenchi o'yin pardalarin bir Basıp tüller navabısam Mani derdim gezar yığlar Mani zavkımga külsençi Mani derdim gezar yığlar Mani zavkımga külsençi Cemid tar ile tendu Bükün men tenha meşakım Senem yanımda kal sençe Senem yanımda kal sençe
sad paralar tin bu sovuq yuzga sochilsang kim necha yillar surib davron jamolingdan judo bo'lsam bo'lib sad paralar tan bu sovuq yuzga sochilsang kim urum soching latifdan bu meni sozanda etsang kim Badul aka, vaqt oliy hakam. Albatta. Masalan, muxlislar uchun biz kechgacha, ertalabgacha suhbat qilsak ham ular to'ymaydi, lekin sizni ijodingizga qiziqqan muxlislaringiz mana iltimoslarga binoan mana bugun ko'rsatuv yozilyapti. Ko'rsatuvga, muxlislarga o'zingiz tilaklaringiz. Albatta, endi hozirgi paytda dunyodagi bo'layotgan bu ishlardan hamma bavohib. Nimaga? Haligi yetkazish, informatsiya yetkazish nimalari juda kuchayib ketgan. Lekin shunga qaramasdan bizni yangi O'zbekistonimiz hamisha obod bo'lib, gullab yashnab, xalqi shu gullab yashnayotgan O'zbekistonda baxtli, farovon yashasa biz xursandmiz. Biz san'atkorlar shu qo'limizdan kelgancha ijod qilib, shu shinamandalarga, san'at shinamandalarga yangi qo'shiqlar hayot bilmayman, umr qancha berganicha, shuning uchun yaratgandan so'rab turaman, bergandan ayirmasin deb, shuning uchun o'sha umrimiz oxirigacha bir ijod qilib o'tamiz, Xudo xolasa. Shuning uchun yangi qo'shiqlarni xalqimizga, biz xalqimizga bosh egamiz. Hamisha xalqimizga bosh egamiz. Nimaga? Bizni ko'targan, bizni qo'llab-quvvatlagan bizni xalqimiz bo'ladi. Shu xalqni nimasida biz yuribmiz. Shuning uchun xalqimiz omon bo'lsin. Oilalarda tinchlik, omonlik, farovonlik, baxt va saodat, fayzu barakat ato etsin, yaratgandan so'rab qolamiz. Albatta, shu o'rinda biz butun muxlislaringiz, mana shogirdlaringiz biz ham niyat qilamizki, ustoz, Alloh sizga uzoq umr bersin. Ijoddan charchamang. Rahmat. Hali sizdan yangi ijodlar kutib qolamiz. Rahmat. Azizlar, mana bugungi Navozanda ko'rsatuvimizning aziz mehmoni O'zbekiston hamda Qozog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist ustozimiz Ubadulla Aliyev bo'ldilar. Navozanda ko'rsatuvi yosh ijod qilib kelayotgan san'atkorlar yoki mana shu o'zini san'atini bir xalqimizga ko'rsataman degan ijodkorlarni biz o'zimizni ko'rsatuvimizda kutib qolamiz. Azizlar, bugun ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.